Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Yeni bir katımlık uçuk söhbət programımızı körüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli körülmelerimiz, hemmelah məlum boğandaki yıllardan bu yan bu programımızda xılma-xıl sahalardaki meyli siyasetçilerimiz olsun, dini alimlerimiz olsun, ya ki ediplerimiz, milletimiz içindeki her xıl sahadaki göz görüngen şahıslarımızı xılma-xıl mavzularda teklif kılıp, her xil temalarda milletimizge kıymetli, payidlik mezmunlarını sunup kelivatımız. Bugün şunun cümlesinden tünügün biz ilanımızda belgendek muhacirette, elbette dünyanın her qaysı şeylerde hizmet kılıvatkan teşkilatlarımız koludan kelgen bütün imkaniyetleri bilen öz sahasında hizmet kılıp kelivatıdı. Şunun cümlesinden kurulğulu 2019 yıldan bu yan 5-6 yıl jarayonida Türkiye'ni merkez kılıp durup 5-6 xil tilda milletimizdeki tatip atkan ahuzlarlarını, bütün Xitay tecavüzçilerinin barlıq cinayetlerini bugün xalqarada itiraf kılındığan kişiler kövse aldığı apırıp sunsa itibarga alıdığan bir seviyede Şarkı Türkistan'daki bütün halkımız tatip atkan barlıq zulümlerini dokulat şekilde her xil tillada sunup davayımızga intayin muhim hassi koşup kelivatkan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Köz Cemiyetininki davayımızdaki rolünün qandaq bulduğanlıqını şu cemiyetininki mesullerden birini teklif kılıp huzurunlarda oturuptuk. Bugünkü aziz mihminimiz Şarkı Türkistan İnsan Hakları Köz Cemiyeti'nin baş katibi Abdullah Udun efendim teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp kepengelik için köp rahmet etimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli körülmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarix kılıvatıda. Ekran aldı çıkıp durvatkan numarımız şundaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif olsa, berişanlarını, suallarına olsa, soruşanlarını ümit qılmaz. Şundaqla köplеген qiyindaşlarımızın paydalanışı için hem bahirlep qo'yishni hem unutmamak ister. Saat 3 degan toq biraz kechikib qoldik, kechirim so'raymiz kechikkanligimiz uchun. Undaqda bevosita programımızga kirib kelsak hurmatli Abdullah efendim. Albatta biz bundan burunmi bir qancha qatim sizlarninki jamiyatdan mas'ullarni teklif qilib suhbat qilib keldik, qilayotgan xizmatlarni. Yaqinda tehi jamiyatniki mush 18 mush ayning 18 kuni bir nima shaklda, cho'ng yig'in shaklda bir Şarkı Türkistan'daki şu 2024 yılki Şarkı Türkistan'daki dini besim dokulatını Türkiye'de şu dokulatını asas kılan şekilde hem Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği ve başka sahadaki kişilerin teklif kılıp bir yığın ötküzdüğünlerdi. Elbette cemiyet kurulğanda da yukarı deginimdek resmi barlıq faaliyetleri de bugünkü halkara şu dokulat nege sunsanlar kabul kıldığan seviyede kılış için tirişip her xil tillada asaslık başta İngiliz dili, Türk dili, Arap dili bu tillada boğandan keyin hazır yakında bir qancha yıldan buyon şu Malaysiya ve Hindonezya'daki faaliyetlerinin küçücük erişip bu tillada mı yakında bunu mu qo'shqanliklaringlardan xabar topdik. Demek faaliyetler naydi sizlarning ijtimoiy fikr vasitalarini qarasak bu yerda chiqayotgan mayli grafik loyihalangan narsalar bo'lsin, pat kunda chiqib turayotgan mayli sinliq narsalar bo'lsin, nurg'un yoshlarni yetishtirib vatanimizdagi bo'layotgan ishni intayin qisqa mazmun ama ichidagi darhallam kishilarni ma'lumotga ega qila oladigan narsalarni sunuyotsizlar va bu maxsus bundaq dokumentlarni intayin kuchli alqishga erishayotdi Türkiye'deki akademiklar, Türkiye'deki teşkilatlar tarafından. Şuna bu cemiyetninki bugünkügacha basqan musafalarga qarab turib, cemiyetninki besib o'tgan musafasi qandaq nimalarni besib o'tdinglar, nima qiyinchiliklardan bugunga keldinglar, da'voyimizdagi roli buniki. Shuni bir qisqa bir shaklda. Aldı bilan hem sizge hem şu media sahasida Xitoyning ko'ziga mix bo'lib qadilib, mesela cheklik imkoniyatli bilan mu Xitoyning oldidagi eng cho'ng dushmanlardan biriga aylangan Istiqlal TV televiziyasiga ko'p rahmat aytaman. Biz hem de Şarkı Türkistan İnsan Hakları Köz Cemiyetimiz özünün xabari bo'lgandek
2018 yılı davayımızdan xalqaralaşışı bilen birlikte nurg'ulg'an kesipleşken organ kuruluşlara ihtiyaç vardı. Bu şunun bilen bizning ma'rif hareketimiz bir karar elip mevcut aşı vaqtdagi cemiyet ve vakıflarını öz içine algan halatda Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligini qurish qararini algan. Ondan keyin bizning dava sepimizde kemçil bo'layotgan ishning birisi Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va aşağıdaki zulmni ilmiy bir şekilde, kanuni bir yol bilen arxivlashtirib, bunu doklad şekilde hem xalqaro sahnada hem münasebetlik organ kuruluşlara sunuş kerak bo'lgan bir hizmet var idi. Şunun bilan bizning bu çoğlarımız karar elip, muşunaq bir cemiyetini kuruş zürriyeti baken deb Sharqiy Turkiston inson haqlari közetish cemiyetimizni 2019 yılı kurgan. Hoş. Endi bu cemiyetimiz bolsa Sharqiy Turkistonda işgaliyetden keyinki Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va zulmni bu yerda bo'layotgan şu cinayetlerini hem paş qilish, hem bunu yığıp toplaş, bu yerdeki ispat guvalıklarını ilmi bir şekilde arxivlashtirib, dokladlashtirish ve bunu münasebetli kuruluşlara sunuş vazifasini ötep keldik. Hem de hazırgacha biz elhamdülillah 20'den artık 25'e yakın doklad çıkargan bulduk 5 yıl jarayonida. Ve bunun içinde hem de biz başta kısa hem adli şekildeki dokladlarını başlagan bolsak, hazır hem de elhamdülillah bu şu Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan qirg'inchilikni kategoriyaga bo'lib turib, masalan, eng oxirgidan başlasak, eng oxirgi dokladimizda biz Sharqiy Turkistondagi zulmning eng og'irisidan birisini ko'rayotgan diniy soha, ya'ni bu diniy zulmninki qanchalik bo'layotganligini albatta hammalarga aydın bir ish, lekin bunu ilmiy bir til bilan xalqaro sunug'dak darajada bir doklad haliga ekilish pek muhimdi. Shuning bilan biz bu dokladni çıkargan bulduk. Onun aldığı bolsa biz 2023 yılı ayollarga qilinayotgan dafsandichiliklarni ve 2023 yılı bir yıl içinde Sharqiy Turkistonning ichi ve tishida Sharqiy Turkistonga munosabatli bo'lgan ahvollarni redlagan bir indeks raporunu çıkargan. Bu raporlarımızdan hemmisi şu münasebetlik organlığı, Birleşken Devletler Teşkilatı, İnsan Hakları Komiteti, Türkiye Parlamenti, Malaysiya Parlamenti degende çoğun orulluğu hemmisiga yetkizildi ve inkas nahayeti objektif yaxşı inkaslarını aldık. Onun keyinden hem de biz bu dokladlarını tayyorlash jarayonida yana doklad tayyorlash bilan qolmay bunu leksiya şekilde otur mektepler ve ali mekteplige nurg'ulg'an leksiyalarni o'rlashtirib buluğa yetkizgan bulduk. Onun keyinden temalar bo'yicha namoyish hem axborot e'lon qilish yig'inlarini o'tkazdik. Onun keyinden ijtimoiy tarmoqlarda şu Sharqiy Turkiston meselesini siz deganga o'xshash yoshlar hem xalq ommasininki o'zi qabul qila oladigan bir til yoki şu ijtimoiy tarmoqlarning algoritmisi qabul qiladigan bir şekilde bu ijtimoiy tarmoqlarga sunish xizmati bizning asosiy xizmatlarimizdan birisi bo'lib keldi. Bu jarayonda mesela bizning Instagram sayfamizda 10 mingdan ortiq agash kuchimiz bo'ldi ve 1 milyondan artık ko'rilgan videolarımız oldu. Şununla birlikte de biz özümüzle şu nimede dokladlashtirish, arxivlashtirish xizmatini elib berib qolmay, akademiklar, onun keyin bizning Sharqiy Turkiston davosiga qiziqib bunun üstüde ishlayotgan ba'zi qurilish hem shaxslarga birinci qo'l materialini ta'minlab berishmi bizning asosiy xizmatlarimizdan birisi. Bundan boshqa bizning shu Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligimizningki katibat heyeti bilan moslashib birga xizmat qilayotgan bo'lg'achqa biz aynı zamanda shu Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligimizningki arqisab xizmatini shu katibatdagi qarindoshlarimiz bilan birga ishlab kelyapmiz hozirgacha. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan deb o'tganingizdek yani 20 qurilgandan buyon 25dan ortiq dokulat yani resmi. Bunun ichiga qarasak masalan bu ko'rilmalarimiz shu yoshlar shu nimadiki eng oxirgi dokulat bu. İctimai ushur vositalarida masalan inglizcha qisqartirilmasi ETHR. Muşni kirgizsa darhol sizlarningki to'r betonlar ijtimoiy ushur vositadagi hammasi har xil tildagi
mazmunlar chiqadi. Shu butun dunyodagi har xil tillardan bo'lgandan keyin bu xalqimizningki buningga aktiv qatnashishini umid qilamiz shu nurg'un dokladlar va turbatda. Men ham bu yerdagi albatta siz so'zlab o'tgan bir tayyorlagan nima mazmundagi butun mazmundagi buning ichidagi mayli eng oxirgi e'lon qilgan dokladagi diniy besim masalasi bo'lsin. Buning hammasini xalqimiz bevosita yashayotgan bo'lganligi uchun buni albatta buning ichidagi mazmunlarni so'zlashib o'tirishning hojati yo'q, chunki biz yashayapmiz buni. Ammo shu dardimizni shu butun mayli qaysi tilda bosgan bo'lsak, Turkiyada turkcha, boshqa tillardagisi shu yerdagi xalqlarga, Uyg'ur xalqining tortayotgan fojialarni haqiqiy ro'shan bir saviyada hissiyot aralashib qoldi deydi-ku ma'lumotsangiz. Sen Uyg'ur bo'lgandan keyin mesela ne qilsa, mesela eng oxirdagi nimaga qarasam, mesela manbalaringlar mesela bu tayyorlagan dokladlarning ichidagi sizdan so'rasa ham buni o'sha Uyg'urlardan keyindagi manba qarasak, saplam asosiyatan Uyg'ur yo'q, boshqa kishilarningki mustaqil holatda Uyg'urning tortayotgan narsasini so'zlagan kitob, jurnal, doklad shundoq nufuzli yerdan tanlab olsizlarmidi. Bütün dokladlarga shuni tanlashinglardagi sabab nima? Bu mundaq endi. Biz albatta jamiyatimiz qurilib, yangi boshlagan chog'dagi chiqqan dokladlarga qaraydigan bo'lsak, ba'zi dokladlar xitamsiz degandek biz shu irqiy qirg'inchilikni, bu zulmni shu so'nglarimizning ichigacha his qilib yashayotgan bir xalq bo'lg'achqa, buningga bir hissiyat omilini qo'shilib qilishi albatta muqarrar bir ish. Lekin bu ilmiy dokladlarda bundaq hissiyat aralashgan narsalarga o'rin yo'q. Siz har qancha men mening bir yerim bak og'rib ketdi degandek undaq hissiyatchan gapni qilgan bilan uni siz ilmiy bir til bilan ifodalab berishingiz kerak. Siz oyada yashayotgan u ishninki bir xalqaro tilda bir ismi var. Mesela bizning hozirgi umumyuzlik yashayotgan bu zulmning ismini yani irqiy qirg'inchilik deb qo'ydik. Qo'ygandan keyin endi buni aslini to'shqizish kerak. Irqiy qirg'inchilikda nimalar bo'lyapti? Demak, bu yerda bir ilmiy doklad hissiyatchanlikdan xoli, nəhayət ilmiy bir şəkildə yüz bergan ishlarni o'zininki shu xalqaro e'tirof qilingan qonuniy bir tili bilan, ilmiy bir tili bilan ifodalab berilishi kerak. Shunga buningda shu boshdan boshlab bizningki nimalarimiz, dokladni tayyorlagan tadqiqotchilarimiz hammasi shu hissiyat omilini cho'qim bir tarafga qarab qolib turib, amaliy paketini ham amaliy paketning ichidami e'tirof qilingan, masalan, cho'ng jurnallarda e'lon qilingan, cho'ng xabarlarda e'lon qilingan ham chet ellik organlar e'tirof qilgan shunda manbalardan bu dokladga mazmun kirgizishni o'zimizning bosh prinsipi qilgan, boshdan boshlablam. Shuning bilan biz har qancha shu dokladlarda shunda ilmiylikni, qonuniylikni, hissiyat aralashib qolmaslikni o'lcham qildik deganimiz bilan bu dokladni yozib chiqquchi shaxs agar Uyg'ur bo'lgan holatda yana bir ziddiyatlik bir ahvol kelib chiqgan. Sizlar Uyg'urlar meni o'zingizning hissiyatini qo'shib qo'ysizlar deydigan bir Türkçe'de ön yargı deymiz. Aldıdan aşağı bir baha berib oldigan xafalıqlar chiqib qoldi ekanda biz shunga oxirgi bir necha raporumuzning hammasida tadqiqotchilarimiz yerlik Türklerden hatta başka devletlerden bo'lgan shunda tadqiqotchilarimizni bizning tadqiqotchilar bilan qo'shilib turib ham amaliy manba, birinchi qo'l manbadan elib, ham yana birga xalqaro e'tirof qilishga erishgan mazmunlarni kirgizishga tirishdik. Buningdagi maqsadimiz bu dokladninki ilmiylik ham bundan keyingi masalan har qanday bir odam ya ilmiy maqola yozgan vaqtida yoki bo'lmasa xalqaro bir sahnada so'zlagan vaqtda bizning dokladlarimizdan naql elib ko'rsatiladigan shaklga akilish uchun biz shu material manbasining ham chin haqiqiy bo'lish, biz bunda ishkilinib qolgan resim rasmida yolg'onmidi, ma xabar qandaydi degan xabarlarni biz har qancha qo'yg'imiz bo'lsa-mu qo'ymadik. E'tirof qilishga erishgan chuqur haqiqiy bir vaqa ekanligini bilib bo'lgandan keyin hatto biz bir dona rasmni
Aşı dokladga qo'yish jarayonidami bu rasm qaysi manbada birinchi bo'lib tortilgan, kim tarafidan qaysi tor betiga qo'yilgan degangichilik ashunda inchikil. Hatto oxirgi kunlarga kelgan vaqtida bir so'zni qanday tanlash degandek haligacha bizning tadqiqotchilarimiz nihoyat bakkilik, jafoliq ishlab, shunchalik bir dokladni yoki shu hozirgacha kelgan dokladlarni maydonga keltirgan bo'ldi. Haqiqatan yani intayin taqdirlashga tegishli ish. Men shu maqtim oxirgi ochilgan yig'inlarga leksiya yig'iniga qatnashdim. O'shadagi so'zlardimi masalan advokatlarimiz so'z qildi ham deydi. Hatta bu ichida ishlatilgan so'zlarningki qonuniy jihatdan aytgan masalan chaqirsimiz ularni javob beradigan shaklda advokat tarafidan ko'zdan kechirilganligi. Albatta qurilib ta hozirgacha bu ham o'zimizning millatining ichidagi yoshlarimizni ham taklif qilgan tadqiqotchilarni shu buningda ham o'zinglar buningki shu talab qilinadigan shaklda o'zinglar tarbiyalanib bu sohada ham buni yoshlarni tarbiyalab shu shaklda ketyapsizlar shundami? Shunday. Biz endi o başlangandan başlab bu doklad işi hakikaten bu bazı hatta ilmi maqollar jurnal chiqargandek jamiyatning jurnallardek emasda. Çünkü bu endi dokladlarninki shunda ilmiy talabi bak yuqori, qonuniy hatta javobgarlik bo'ladigan. Anin keyin siz agar bir ishonchlik manba shaklida chiqarmasangiz bu ne doklad emas, o'zingizning oshna bir hikoya yozgandek yezibsiz degan nimaga qilishingiz mumkin. Shuning bilan biz bay sizlab o'tgandek shu başdan başlab bizning tadqiqotchi bolalarninki shu dokladlashtirish ishida biz har xil organlar bilan munosabatimiz yaxshi. Masalan, insonlik IHH insoniy yordam vakfi, anin keyin dunyo multaji haqlari jamiyati, yer yüzü advokatlar jamiyati deganga o'xshash nurg'un ham qonuniy jihatdan ham fuqaroviy jihatdan shu xizmatlarni qilib kelayotgan burunqi inson ma'rifati degandek. Shunda nimadan kasbiy odamlarni ekilib, boshqa biz bordik. Masalan, shu jamiyatlarga vaqtliga boshda bizning tadqiqotchi bolalarimiz bordi, ular bilan ko'rishib, ularning tajribalarini oldi. Uning keyindan maxsus shu dokladlashtirish xizmatini burunma qilib baqqan, uning keyindan ma'lum bir dokladni yozib qilib baqqan shunda ustozlarni ekilib bizning bolalarga dokladning qanday nereden boshlanib nagacha yozilganligini, shu manbalarning qanday surishtirilganligini, uning keyindan yana bir eng muhim nuqta, siz dokladlarning hammani shunda yuqori o'lchamda yozib chiqdingiz. Ama bu doklad bir ishga yarashi kerak. Ya'ni siz buni zag'ir til bilan aytgan chog'da setib hajlay olishingiz kerak. Mana Sharqiy Turkistonda shuna ishlar bo'layotdi. Endi siz buningga nisbatan sizlar nima ish qilasizlar yoki biz nima ish qilamiz? Bu bir amaliy harakatga o'tish uchun ayada sizga bir qo'zg'atqichlik roli o'ynayolmasa bu doklad, ya'ni qimmat yo'q bir dova qog'oz sifatida qolib qoladi. Shuningga biz baysiz degandek ashunaq bu dokladga nisbatan o'zining fikrini bera oladigan, masalan, oxirgi dokladimizdagi qonuniy baho yezib berish ishiga biz shu dunyo yer yuzi advokatlari jamiyati deb bir jamiyat va u 100 necha xalqaradagi nurg'un advokatlardan tashkil topgan bir qurilish. Ashyodan unda o'zininki hatto shu xalqaro qonunda mutaxassislashgan advokatlarni bizning bu dokladimizga taqrir yezib berishga olib keldik. Ham shu dokladni e'lon qilish jarayonidami biz hem Türkiye Yaşlar Vakfı hem şu Yeryüzü Advokatları Cemiyeti, Ulumalar Birliği, bizden Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği bilen bille bu dokladninki takımı yukarı profildeki insanların kolluğuna yitip davanınki şu kelgen yerini hem bu iki taraftan nimesi var. Birisi bizden Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği terkibideki cemiyetlerinin ve vakıflarının hizmetinin qanchalik kasbiylashayotganligini ularga bildirish bo'lsa, yana birisi şu dokladlar orqali haqiqiy bir ravishda bu Sharq Turkistonda yuz berayotgan masalalarni doklad shaklida. U siz yig'lab chaqirib bu yerda nima qilganning albatta foydasi bor, lekin buning shunday xalqaro e'tirof qilingan bir til ham shakl bo'yicha
şu münasebetlik organlığa hem şu şahslarga yetip berişi pek mühim. Şunun karta biz şu e'lon qilish jihatda bo'lsin, yezilish jihatda bo'lsin, hammasi de shu yuqori o'lchamni, xalqaro saviyani o'lcham qilib turib ish qilishga tirishyapmiz. To'g'ri. Ko'p rahmat. Haqiqatan yani qimmatli bir ish jo'mdi. Burun masalan bunda Uyg'urlarning ichida bundaq inson haqlari ko'zitish jamiyati degandek tashkilotlar bo'lmagan vaqtida mesela bütün dünyada faaliyet qilayotgan tashkilotlarimiz, Sharq Turkiston tashkilotlari mush xalqarodagi tunilgan shu inson haqlari kishilik huquq tashkilotlarining ichida har yil e'lon qilayotgan dokumentlarning ichida biravaroq bizi to'g'risida gap chiqsa shuni tatib olib chiqib shuni mandaq yerda e'lon qilindi deb degan og'iz tegmay shu yerdan e'lon qilingan dokumentni da'voga ishlatyapti. Degan bu albatta u yerda chiqyapti va shu sizlar va boshqa dunyoning orqasi joylaridagi xalqimiz o'zi hozirlab shu tashkilot rasmiy xalqaro saviyada. Bu ham tashkilotlarga bir sifatli bir material ta'minlab bergan bo'lsa-da aslida. Mayli dunyoning narida bo'lsin, ko'chini deb bergan, quloqdan anglab olgan gaplar emas. Buning ichida so'zlangan hamma narsani qo'rqmay kamerani oldida ham siyosatchilarga bir oldiga bir dova material tayyorlab bergan bo'lsa aslida. Har sohada, diniy soha, ayollarning sohasi, boshqa örf adet milli qimmat qarashlarımızın qanday dafsanda qilayotgan hamma jihatdan sifatli bir narsa hozirlab bergan bo'lsa-da. Hamda yana bir masalamda biz davomli qilib nimadan qaqshaymiz hamda. Shu e'lon qilingan yoki bir chet eldagi bir yozuvchi yo bir tadqiqotchi biz to'g'riliq bir narsa yozsa, u bizning vatanning zulmini bizdek tatib baxmagan ekan. Yana bir yerlardan kam huquqibdi bu deb deymiz-ku biz hamda. Buni masalan qadir ahirda shunda chet ellikni taklif qilyapmiz deb dedinglar. U bizdek ayada bizdek yashamaganlik uchun ishlatgan til o'tirib qo'ygan narsalarda biraz yenik bo'lib qolgan masalani qanday hal qildinglar? O'zingizlar mudaxil qildinglarmi? Bu albatta biz sirtdan tadqiqotchi keldik degan gap, bu tadqiqotning yo'nalishi bizning qo'limizdan chiqyapti degan gap. Albatta biz buning nazoratchisi ham menga qarasangiz shu nimaninki bosh quruvchisi yana yönetmen degan shu nimasi yana bizning jamiyatimizdan bo'ladi. Biz ularga biz nimasiga aralashmaymiz metod qismiga bakchiq mudohala qilmaymiz. Qanday shaklda tepish. Bizning qiladigan ishimiz bizning yoki yordamchi tadqiqotchi bolalarimizning birinchi qo'l materialini bularga tep berish. Qaysi materialni nereden tepish. Anan keyindan bular yazıp çıqqandan keyin albatta siz degandek biz masalan boshda shuni yaşadik. Hatta ba'zi yerdan olgan manbalarda vatanimizning ismini shu biz o'chkiradigan SJ degan gaplar bilan yozgan shunda nimalarni shunda olgan yerlar bor. Albatta buningki bu palani materialdan elindi degan yerga uni qo'shash masala yo'q. Lekin siz o tekstni yozish jarayonida bu so'zni ishlatsang'iz, bir Sharq Turkistonlik emas, shu vatandagi zulmning ham shu butun nimning oldida xiyonatkor bo'lasiz. Uningga endi biz yana bizning tadqiqotchilarimiz ham biz cho'qim uni ko'zdan kechirib, aning keyindan tamam bu shunday bo'ladi. Aning keyindan ba'zi haqiqatan qonuniy so'zlarda tartishgan yerlarimiz bor. Buni bunday yazsa qanday bo'ldi? Deb masalan ba'zi biz albatta ishg'oliyat bilan irqiy qirg'inchilikni ana tema qilamiz. Har qanday bir dokladimizda Sharq Turkistondagi ishg'oliyat, ya'ni besilgan zamin ekanligi bilan u yerda yuz berayotgan zulmninki bir irqiy qirg'inchilik ekanligini her cümlesinde ifadelenmesek mi? Çokum raporlarımızdan, dokladlarımızdan ana temisi yoki ana beşi aşı oldu. Bunundan çıkış yok. O yerdeki zulümni qandaqdı bir ma'lum bir topluluk nisbeten qılınayotgan Xitoyning zulmü yoki bo'lmasa haqlarimizning dafsanchiligi degandek bunda pes nimedeki derecedeki sözler bilan emas, çokum onun ismini qo'yib turib, bunun bir işgal ekanligi, anan kendi bir yerde yaşalayotgan bu zulmninki çokum irqiy qirg'inchilik ekanligini ana tema qilib turib, bu dokladlarimizningki aslındaki mazmunni to'lg'izishga tirishdik. Shunga hem o
bir Sharqiy Turkistonlikninki shu yashayotgan irqiy qirg'inchilik hissiyoti uning ichida bor, ham xalqaroda e'tirof qilinadigan so'z va jumlalar ishlatilgan bir doklad bo'lib chiqishiga biz alohida ahamiyat berdik deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu o'tganki yig'inni ekrandan o'tirib chiqarib qo'ysak, shu eng oxirgi qitimqi bu dokladda 2024-yili Sharq Turkistonda diniy besim hem bu dokladni e'lon qilish yig'ini hem Sharq Turkiston ulamolar birligidan o'zimizning Uyg'urlarning tadqiqotchilari akademiklari undan keyin Turkiyaning ichidagi boshqa sohalarda masalan Yoznaktaga o'xshash bular kelib bir nimaga yig'in o'tkazdilar. Mushu yig'indan keyin yaxshi ishlarning bo'lganligini bir programmadan burun biroz dedingiz. Mushu yig'in haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Albatta biz bu bayatımı deb o'tdim, endi bu dokladni yezib chiqqandan keyin buni qanday qilib texmi jiq odamlarga yetkazish ham shu biz nishon qilgan binachi qurilish va insonlar bor. Sharq Turkiston vaziyatiga qiziqayotgan yoki bo'lmasa Sharq Turkistonda bo'layotgan masalaninki xarakterini texmi yaxshi tushunsa biz uchun foydasi bo'ladigan bir qism insonlar ham qurilishlar bor. Xalqaro bo'lsin yoki Turkiyada bo'lsin. Masalan biz o'tgan qitimqi ayollar to'g'risida rapor dokladimizni shu Turkiya parlamentininki inson haqlari komitetining boshlig'i raisi bir xonim bor, Daryo xonim deb. Shuningga yetkizdik. Çünkü o o'zi ayol kishi bo'lgandan keyin ayollar ustidan qilingan bu dafsanchiliklarni hem o'zininki oyadagi inson haqlari komitetininki raisi bo'lish hem o'zining bir ayol kishi bo'lish sifati bilan bu dokladdan haqiqatan ta'sirlandi. Bizni hatta o'zi yig'iltib etdi oyada qilgan gaplari. Shunga o'xshagan bizning mushu 2024-yilda chiqqan diniy zulm haqidagi dokladimizning yetib berishi kerak bo'lgan meyli Türkiye, meyli xalqaroda ma'lum shaxslar va qurilishlar bor. Uning ichida birisi biz mushu nimamizga muhokama yig'inimizga alayda mehmon sifatida taklif qilgan burunqi millat vakili ham hozir o'qituvchilik qilayotgan professor Yasin Aqtayni biz o'sha me'morlarimizning qatorida chaqirgan. O kundisi 6 kishini biz muhokama yig'iniga chaqirdik. Bizning tadqiqotchilarimizning ishkaylan bor. Aning keyindan baytab o'tgan xalqaro Dünya Yeryüzü Advokatlar Cemiyetininki bizga shu taqriz yezib bergan advokati bor, xalqaro qonunda mutaxassis bo'lgan. Aning keyindan biz bu ishninki bizga Sharq Turkiston davosining ichidagi o'zimizning yetishgan olimlarimizningki so'zlari bilan boshlagan bo'ldik. Erkin Akram muallim tarix jihatdan Xitoyniki islomga burundan qilib kelgan zulmlarni deb o'tdi. Alimcan doktor bizning hozir Sharq Turkistonning diniy vaziyati to'g'riliq so'zlab berdi. Ham oxirida shu professor Yasin Aqtay buningga nisbatan o'zininki bu Sharq Turkiston masalasiningki ummatning masalasi ekanligini, agar siz bir musulmon bo'lish sifatingiz bilan ma'lum bir yerda yuz bergan zulmga qarshi chiqib, ma'lum bir yerda yuz bergan zulmni unutib qolsangiz, sizning musulmonlik vazifangizni ado qilolmayotganligingizni bildirdi degan shaklda bo'ldi uning dokladi. Aning keyin biz bu muhokama yig'inimizni 18-iyul qildik. 20-iyulda Yangi Shafaq gazetini bilsiz ham taqilish nisbati eng yuqori bo'lgan ham shu biz nishon qilgan Turkiyadagi musulmon qatlamninki hammasiga degudek yetib boradigan Yangi Shafaq gazetida o'zining bir maqolasi chiqdi. Bu maqolada Sharq Turkistonning baytdan degandek G'azzada boshqa yerda ko'rilayotgan shu zulmlar bilan o'xshash, hatto undan ig'ir bir holatda Sharq Turkistonda zulmning bo'layotganligi, u yerdami bir irqiy qiyinchilikning bo'layotganligi, ammo Xitoyninki kuchi sababli bu masalaninki Turkiyada va xalqaroda biz xohlagan darajada, biz umid qilgan darajada yelanmayotganligini, aning keyin bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu masalaga G'azza masalasiga qanday sezgur bo'lgan bo'lsak, Kashmir yoki Rohingya masalasiga qanday sezgur bo'lgan bo'lsak, uningdan ortiq holatda sezgur bo'lishimiz lozim ekanligini, aning keyin bu Sharq Turkiston inson haqlari ko'zish jamiyatimizning chiqargan raporininki qimmatini, ichidagi mazmunini
o'z ichiga olgan bir maqola e'lon qilindi. Uning inkasi bek yaxshi bo'ldi. Elhamdülillah yani şu e'lon qilish yig'inimizningki birinchi nishoniga yetgandek bo'ldik hamda. Ko'p rahmat. Endi albatta bu sizlarningki to'g'ri betinglardagi shu ijtimoiy uchur vositalardagi ma'lumotlarga qarab buningki qancha kuchaytirilsa ichidagi mazmunlar har kuni yangilanadigan, hatto har soatda nurg'un bir kuch ketadiganligini har qanday inson his qilmaydi. Bu nimada hamda sizlar bu ishninki ustida kundan kunga buning qanchalik muhimligi ham Turkiyadagi agash kuchlarning bu masalani shu ijtimoiy uchur vositalaridan kun sari ko'p tunayotgan kishilarning ko'payishiga ergashib bu xizmatning qanchalik muhimligini albatta his qilyapsizlar hamda. Turkiyaning ichidagi nurg'un qisqa filmlardami nurg'un o'quvchi yoshlarni yaxshi ishlatyapsizlar sizlar. Davomimizga akirib qisqa shaklda tunishtirib bu filmlarning nurg'un men ijtimoiy uchur vositalarga qarasam kelgan nurg'un inkoslardimi bizning davomimizni yoshlarning orasidami ko'plab kishilarning tunayotganligini his qildim. Shunga bir atrofingizdan nurg'un yoshlarni tashkillab nasib qilyapsizlar. Buningga texmi ko'p yoshlarimizning sizlarning sepingizga qo'shilish uchun cho'qim bir gapingiz bor. Sizlarga qanday yordamda bo'la oladi, o'sha dunyoning narida bo'lsa, har qanday tilda sizlarga material ta'minlashda bo'ladi. Shu yoshlarimizga sizlarningki bu xizmatinglarni sizlarning deganimda bizning xizmatimizda aslida Sharq Turkiston vatanimizdagi mayli qaysi sohadagi bo'lsin, buni shunday kishilarga sifatli shaklda yetib berish uchun xalqimizningki yoshlarimizning bo'libmi ko'plab sizlarga yordam berish, qo'llaydigan ishni qilib berish kerak. Shuni sizning og'zingizdan olsak, yoshlarimizga, xalqimizga nima deysiz? Biz hamda baysiz deb o'tgandek hamda jamiyatimiz qurilgan 5 yil jarayonida xuddi bu vaqt tug'ilib emlaklashni o'rganib, uning keyin mengab ancha-muncha yugurib qolgandek bir hamda tabii 4-5 yoshlik boldek o'zimiz o'yri turib mang'alaydigan bir holatga keldik deb qarayman. Inshaalloh bundan keyingi planlarimizda biz hamda da'vo bo'lgan ekan, bu da'vo albatta nurg'ulg'an omillar bor. Buning ichida eng muhim omillarning birisi odam kuchi omili. Iqtisod jihatdagi qiyinchiliklarni hamda istiqbolni tatgan jafosini biz bilamiz, boshqa jamiyatlarimizning qarindosh jamiyatlarimizning tatgan jafosini biz bilamiz. Iqtisod jihatdagi moddiy qiyinchiliklarni hal qilish uchun ba'zi yo'llari bor ekan. Masalan, 10 lira harclamasak, 5 lira harclasak bo'ladi ekan. Yoki bo'lmasa bek oliy tomoq yemasak, non yesak bo'ladi ekan deganda qilib moddiy qiyinchiliklarni bir shaklda hal qilish yana mumkin ekan. Ammo odam kuchi jihatdagi masalani hal qilish haqiqatan qiyin ekan. Bu da'vo bek cho'ng da'vo, xalqaralashdi. Turkiyada bo'lsin yoki xalqlarda bo'lsin, bunga qiziqadigan bu jihatda bizdan ma'lumot uchur talab qilayotganlar intayin ko'p. Shundan biz xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi albatta bizning o'zimizning yetakchisi bo'lish ham biz u jamiyat tashkilotlar birligininki kotibat bilan birlikda xizmat qilayotgan bir jamiyat bo'lish sifatimiz bilan yoshlardan jalb qilish buning eng to'g'ri omil ekanligini biz his qilamiz. Nima ish qiladigan vaqtida albatta cho'nglarimizning tajribasi va ularningki hozirgacha bizga mushak akab bergan bu da'voni mushakcha akagan to'pisi bak zo'r, ularning tajribasi ham yeshining akab bergan bu imkonlari haqiqatan bizningki da'voyimizning umurtqisini tashkil topudamdi. Bu da'voyimiz umurtqisi deyishki bo'ldi ularni. Ammo bu da'voda yana taxamo energiyaga to'lgan, hozirgi jamiyatni tushungan, dunyoni tushungan, o'zi yashayotgan jamiyatning tilini ham yashash odatini bilgan bir turkum jiq sonda yoshlarga ehtiyoj bor. Shuning bilan biz Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi ham inson haqlari ko'z jamiyati bo'lish sifatimiz bilan yoshlarni bultudan boshlab bizning shu da'vo xizmatlarida praktika qilish bir programmasini yo'lga qo'ydik hamda. Buningdagi maqsad bu birisi bizning bu odam kuchi masalamizni hal qilish bo'lsa, ikkinchidan yoshlarimiz albatta bir Sharqi Turkistonlikning farzandi aşağıda shu zulmni ko'rgan, onun ichida ba'zilar vatanda tug'ilgan, ba'zilar shaharda tug'ilgan bo'lsa, ota-onasi u zulmni ko'rgan, shunda 17-18 yoshning ustidagi 20 yosh atrofidagi bolalarimiz xili bor.
bu bir özümüzün perzentleri yani böyle şu cemiyetteki başka milletlerden boğan Şarkı Türkistan davası kızıqadigan yaşlarınki bu davayı bir şekilde elip kirlişi gerekti. Sonra biz şu praktika programımızda da bularını ep keldik hamda. Biz ilanı çıkardık. Eğer sizler Şarkı Türkistan davası kızıqadigan hem bu cihette hizmet kılışını oylaydigan bolsanglar bizning qishimizga kelinglar, bizning xizmatlarimizni ko'ranglar. Hem sizlar shu amaliyot jarayonida bizning xizmatlarni ko'rib, uning ichida sizlar qila oladigan nima ish bor ekan. Masalan, bizning batin degandek shu yoshlar eng mahir bo'lgan ham o'zi amroq bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Facebook, Twitter degandek, mushunda mazmunlarni ishlab chiqarishda yoshlarga ehtiyojimiz bor, til jihatdan yoshlarga ehtiyojimiz bor. Tədqiqatçılara ehtiyac var. Oxuyatqan kəsbiniz qanun bolsa, əgər başqa ictimai fənlər bolsa, hətta təbii fən bolsa, şu Şərqi Türkistan davası qızıqıdığan bolsanız, bizdən qəşimizə gəlsiniz, biz sizə mas keladigan bir xizmət tepbirimiz. Siz bizdən Şərqi Türkistanı və Şərqi Türkistanı bulavatqan zulümni ögünüsüz onun kendinden şu zulümni hem şu işğalını toxtuş üçün bundan keyinki hayatınızda nima xizmətlərini qala alaysınız degan narsani ögünün. Bu birinci. İkincisi Şərqi Türkistan ideali, Şərqi Türkistan dövlətimizin u yerdə bulatqan işğaliyyətdən kelib çıxan irqi qırğınçılıqni, zulümni toxtutub Şərqi Türkistan dövlətimizni qaytadan quruşdan ibarət bizning bu haq davayımız. Biz muşununğa çoğunqur işengen. Şununğa biz bu davaga yolga chiqqan. Hamda silima agar mushuni to'g'ri deb qarasanglar, Sharq Turkiston davlatining qurildiganligiga ishonsanglar, biz bilan meninglar. Bu Sharq Turkiston davası yetkili bo'lmaydigan nishon emas. Bu qilsa qig'ili bo'ladigan, aning keyin qilgan xizmatlarimizning miqdorini, sifatini o'lchigili bo'ladigan va kichik bo'lsa-mu nishonlarimizga shu qurgan planlarimiz orqali yetkili bo'ladigan bir davo ekanligini biz yoshlarga tushuntirishga tirishdik va bultu elhamdülillah 70'tek bala bizge iltimas qilgan, onun içinde 20 neçe balını praktikaga elib, onundan 3'te öte hazır biz bilan birlikte işləyotdu. Ama bazıları Malaysiya, Saudiya Arabistan degandek özünün yurtiga qaytgandan keyin mi biz bilan yana aloqa qilib, o'zininki tadqiqot temalarida Sharq Turkistonga yer beradiganligini, aning keyindan biz bilan birga shunday tadqiqot temalarida, tashviqot ishlarida moslashadiganligini bizga bildirdi. Aning keyindan bu yil yana buni tag'mi cho'ng ko'lamda elib boriladi deb biz yana e'lon chiqargan. Bu yilmi yana 80 dak bala bizga murojaat qilgan bo'ldi. Uning ichida hatto doktorlikda o'qiyotgan saviyadagi balalarimiz bor. Birisi bultuqi balalarninki qilgan ba'zi amaliy xizmatlarini hamda ayada sosyal medyada bo'lsin yoki shu bizning ishxonadagi ba'zi natijalarini ko'rdi, chiqqan dokladlarni, yozilgan nimalar. Shundan biz bu balalarni 4 guruhga bo'lib, hozircha 4 guruhga bo'lib, shu birinchisi buningki tadqiqot guruhi, biz bunga ritm deb inglizcha yozilishi bilan ritm deb ism qo'ydik. Research team degan shu tadqiqotchilar guruhi bizning Sharq Turkiston inson huquqlari ko'zish jamiyati ham Sharq Turkiston tashkilotlar birligininki bularga bergan temalardagi tadqiqot temalarini burunqi nimalar bo'yicha hem doklad hem maqola shaklida bu ishni qiladi. Undan keyin ikkinchi guruhimiz ETKA deb qo'ydik. Buningki Global Advocacy, ya'ni xalqaro munosabatlar desak bo'ladi. Bizning da'voyimizni qanday qilib qaysi chet elda ham shu Turkiyaning ichida munosabatlik qurilish ham shaxslar bilan qanday shaklda shu xalq diplomatiyasininki asosini turg'izish shaklda qilib bo'ldi degan bu guruhga. Yana birisi PAMIR degan guruhimiz. Bu PAMIR guruhi inglizchadagi project management, ya'ni tür boshqarish. Ma'lum masalan işte namoyish bo'ldi yoki bo'lmasa qaysi kun biz qilgandek muhokama yig'ini degandek mana turlarni planlab buni ijro qilishni ögünüdü. Aning keyin yana birisi eng muhim bir guruhimiz Sama deb qo'ydik bunun ismini. Sosyal medya, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda mazmun qanday chiqarildi, algoritmisi qanday bo'ladi, maxsus shu temalarda hem tarbiyalash elib bordik, hem bolalar amaliy qo'l silib o'rgandi. Bu hatta shu biz ularga bergan topshiriqmi amaliy ishlar. Bizning qaysi kunsi ularga bergan topshiriqning birisi hozir Xitoyning biya deyishdi.
Türkiye'ye meblag samakçı bulatıdı. Buna nispeten biz şu 4 grubumuz qaysı işini qila alaymiz degende bu ameliyatda bir balalarni terbiyelash jarayonidagi bir praktikant o'yindi. Lekin o aşı o'yinni biz bir amaliy xizmat birini o balaga berib, bir kunning ichida o balalar şu 4 grupa o'zining 4 jihatdagi xizmatini qilib, şu hozir inshaalloh yaqinda e'lon qilindi. Şu biyadiga ham Xitoyninki, şu kengaymichilik siyosatininki iqtisodiy jihatdan qanday bo'layotganligi, Turkiyaning inkasının qanday bo'layotganligi shekilli bunda e'lon qilinmoqchi. Uning tadqiqot maqolalari bo'ladi. Anan keyin bir tür bo'yicha shuna olib berildi. Andan bolalar so'z ijtimoiy tarmoqlar e'lon qilindi deganda qilib, bu yerda bolalarga nisbatanmi, bu Sharqiy Turkiston da'vosi aslida menmi bir kishilik hassamni qo'sha oladigan, men buning ichiga kirsam, ma'lum bir turni beshidan oxirigacha chiqsam, menga natija bo'ladigan ham Allah tarafidan menga savob beradigan manda bir cho'ng ishkan degan narsani biz yoshlarimizga o'rgatgan bo'ldik. Jumladan mening 17-18 yoshga kirgan qizlarimmi shu nima jarayonida men xizmat ubunimi bilan bu bolalarimga da'vo to'g'riliq tarbiya ubunimini onda bak qilmaganligim sababli men kelgandan keyin o'zlarining atrofidagi yosh bolalar o'zi qila oladigan ishlarni ko'rgandan keyin ular ham birga bizning eng muhim nimaning birisi bu ishlayotgan bolalarning ichida shu da'vo yo'lidagi peshqadamlarimizning bolalari bor. Bu bolalarmi o'zininki ota-onasininki qaysi da'vo yo'lida qanday ishlarni qilayotganligini amaliy jarayonda ko'rdi. Ular uchrashayotgan qiyinchiliklar, qilmoqchi bo'lgan xizmatlar, u ishning taxirsizligi, qanday qilib yetish degandek mushunda qadam bosqichlarning hammani bolalar, yoshlar birdan his qilyapti hozir. Shuningga bu shu praktikant programmamizning inshaalloh natijasini ko'ramiz. Bu bolalarning ichidami yana bulduqdek shunday bir necha bola bizga qatilsa, bizning yana da'vo sepimiz yana zo'raydi inshaalloh. Taxim unumli xizmatlar chiqadi deb ishonamiz. Ko'p rahmat. Bu albatta nurg'un bu so'zingizmi, buni anglagan nurg'un dunyoning hamma joylaridagi yoshlarimizga bir chaqiriq bo'ldi inshaalloh sizlar bilan aloqa qilishga. Boshqa gap qolmamoq mishada tugasak programmamizni vaqtimiz tugadi inshaalloh. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan qilinayotgan xizmatlar intayin muhim va buningdan keyin har doim bu xizmatga qanchalik ehtiyojli ekanligimizni, buning qanchalik muhim ekanligini oxirida so'zlab o'tdi. Butun yoshlarimizni dunyoning har qaysi joylaridagi bu da'voga qo'lidan kelgancha hassa qo'shishga chaqiramiz bizmi. Rabbim ömür verse yeni bir qatımlıq söhbəti görüşükcə aman boğayslar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.